Hurmatli kuzatuvchilar, bugun biz Jarqo'rg'on tumani Kakaydi mol bozoridamiz, Kakaydi qo'rg'onida. Sog'on sigirlar, boqma boqalar, kichik boqalar, qo'najinlar narxlarini hisobga qildik. Endiki navbat qo'y qo'zi, echki-uloqlar narxlariga. So'l kontent qilamiz, xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Kuzatishda davom eting. 25-dekabr hafta kunida payshanba 2025-yil. Assalomu alaykum. Yaxshimiz katta so'raysiz. Rahmat. Hormangizlar. Nech pul so'rayapsiz aka bular? 6 million so'rayapti. 6 million so'rayapti. 6 million 400 dan bermadi. 6 million 400 dan berilmayapti. Bollari urg'och qo'chqor. Aralash qo'chqor aralash ekan. 6 million 400 dan do'stlar. Savdosi bo'lyapti. Ana akamiz 6 million so'mdan so'rayapti. 6 million 400 ga berilmayapti. Aka ko'ngilni nech bo'lsa berasiz? 67 lardan bo'lsa beramiz. 67 lardan. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting, bolali qo'ydi ishqibozi ko'p. 91lik 976 50 84. Nech tuqqan bular? Biri ikkinchi bolasi, bunisi uchinchi bolasi. 2 tuqqan, bu 3 tuqqan ekan do'stlar. Assalomu alaykum. Aka nech bilan savdosi bo'lyapti bular? Bular 5 kichkinalari 4 million so'mda savdosi bo'lyapti. Go'shga aka? Go'shga. Taxminan mana shu nech kilo qiladi o'rtada qorin? 30 kilo. 30 kilo, ha? Uyda ham bor. Telefon raqam qoldiramizmi? 77 lik kodi bilan 022 95 25 do'stlar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Go'shga qo'y kerak bo'lsa, yangi yil oldi telefon qilishlaringiz mumkin. Savdangiz bersin. Nech puldan bo'lyapti aka bular? Nech puldan? 3 million so'mdan aytilyapti. Savdosi? Savdosi 26. Shu bilan go'shga, ha? Ko'rg'oza 2 million 600 dan savdosi bo'lyapti. 3 million so'mdan boqib qo'yilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Aka olindimi, sotiladimi? Ha? Assalomu alaykum. Nech pul qoldi aka bular? Aka, gapirmish bu. Ne gapiraman kamera qaraman. O'g'irlab kelgan. Molni o'zi olinyapti, aytavering. 4 pul qoldi, 4 million so'mdan. Go'shga, ha? Bo'g'az bor ekan. Mana do'stlar, 4 million so'mdan savdosi bo'lyapti. Jiyan olindimi, sotiladimi? Sotiladi. Nech pul qoldi? 1 million 900. Urg'ochi, qo'chqor? Urg'ochi. 1 million 900. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi qancha bo'ldi? 1 million 900. Qaysisin ular? Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimi? Nech puldan so'rayapsizlar akalar? 4 million 200 deyapti. Endi gapish savdo qiladi. 4 million 200 dan baho qo'yilyapti mana do'stlar. Yo'q, buni akalarimiz hali so'ragan yo'q, endi so'ragan. Aka nech pul savdosi bo'lyapti bular? 3 million 400, 3 million 500 dan savdosi bo'lyapti. Mana ho'liyimishni qanaqa chiqarib kelyapti. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Maydalab kelyapti. Ho'l chiqarmaydi deganlar uchun mana maxsus video. Somonni qanaqa maydalab tashlayapti, ko'rishingiz mumkin. Shuni bormi? Nah. Yerong'oq piris, so'ng pirisni maydalab tashladi. Hurmatli obunachilar, mana Nusul dravlkalarimizda yerong'oq pirisini chiqarib ko'rsatamiz va undan tashqari somon pirisni ham sizlarga chiqarib ana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Qanday maydalab kelyapti. Bunday ekan olayim. Olaysam, mana. Fotolarimni ko'rsatib bering, mana fotolari ham bor.
Aka nech puldan bo'lyapti savdosi qo'shqorlarni? Qay? Ikkalasi 10 million so'm. Savdosi. Nech pul bo'lsa olyapsiz? 11 baho qo'yilyapti do'stlar, 11. 10 million so'mdan bo'lsa olyapti. Qo'za shishak. Shishak qo'shqorlar. Nech puldan bo'lyapti aka bular? Aytavering aka, mana shu qo'zlar. Qo'chqormi hammasi? Ha, mana uchalasi. Uchalasi qo'chqor, qolgani urg'ochi. Nech puldan bo'lyapti savdosi? Ular 27 dan so'rayapti. 2 million 700 dan savdosi. So'rayapti. Serbazlarda 26, 2 million 600 urg'ochi. 26, mana 23 so'rayapti. 23. Uyda ham bormi? Bor. Telefon raqam qoldiramizmi? 97lik. 97lik kodi bilan 490. 490 1 1391. 1391 do'stlar, mana shu raqamga bog'lanaverasiz. Aka. Qo'zni qo'chqorlar kerak bo'lsa, Yana var oxirida turib turadi. bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Uyda ham ko'p deyapti. Fevralda uni bular, yana var oxirida turadi. Mana do'stlar 5 million 800 dan olinibdi mana shu bog'liq qo'zili qo'ylar. Qo'chqormi, urg'ochimikan bola? Urg'och, ha? Qo'y qilishga. Qo'y qilishga bo'ladi. 49. 4 million 900 qo'chqor. 4 million 900 qo'chqor. Qo'zi ikkalasi ham qo'chqor. Qo'zi, shishak, qo'zi qo'chqorlar. 4 million 900 dan savdosi bo'lyapti. Nech puldan aytilyapti bahasi? Ko'ngilda. 5,5 aytilyapti, 4 million 900 mana do'stlar. Mana shu savdosi bo'lyapti. Savdongizni bersin. Aka nechmi savdosi bo'lyapti? Ha? 5,5. 5,5. Chorimi? Shishakmi? Chori qo'chqor do'stlar, 5,5 savdosi bo'lyapti mana. Boshiga qarangmi? Bunisi nechmi bo'lyapti aka? 1 million 200. 42 gacha bor qoldi. Bo'g'ozmi yo go'shkami? Bo'g'oz deyapti. Ha, bu ham qo'chqor. Qo'chqormi? Urg'ochi bo'g'oz bor. Ha, adashmangizlar-da. Urg'ochi bo'lmasa deylar bor. Bu ham do'stlar, qo'chqor ekan. 5 million aytilyapti. Assalomu alaykum. Aka nechmi savdosi bo'lyapti? Savdosi bor. 44 41 qo'chqor 1 million 100 savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka nech puldan bo'lyapti savdosi bular? 3,5 dan. Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz, ha? Bular ham bo'g'oz. Bo'g'oz qo'ylar. Bular nech puldan savdosi bo'lyapti aka? 4 dan savdosi bo'lyapti. Aka nech pul so'radingiz? Bu yoq savdo qilyapti. Nech pul savdosi bo'lyapti aka? 1 million 600. Urg'ochi qo'chqor? Urg'och. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? 4 million 300 so'rayapti. Qo'chqor urg'ochi? Qo'chqor. Qo'z qo'chqor. Qo'z qo'chqor 4 million 300 savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka nech pul qoldi savdosi? 5 bo'lyapti savdo. Bolali qo'y 5 million so'm. Bolasi urg'ochi qo'chqor? Urg'ochi 5 million so'm. Nech pul bo'lsa olyapsiz? 5,5 bo'lsa olyapti. Qo'chqor nech pul qoldi aka? 5 million deyapsiz. 4 million 400 savdosi bo'lyapti. 5 million so'm aytilyapti akamiz. Baho qo'yadi. Aka nech pul qoldi bu savdosi? 28 dan. 2 million 800 dan. To'xlilarmi bular? Ha? Qo'chqor, ha? Qaysi kanal ekan bular? Surxon savdo YouTube kanali, Musulmonjoy Ibrahim. Ko'rishlaringiz. Echki nech pulga olindi? Sotilar. Nech pul qoldi savdosi? 1 million 400. Echkimi takami? Taka. 1 million 400 savdosi bo'ladi. Bular nech pul qoldi, jiyan? 23 dan. 2 million 300 dan. Urg'och, ha? Assalomu alaykum. Nech pul qoldi aka bu? 5 million so'm. 5 million so'm. Ikkalasini bir joyda. Mana do'stlar, ikkalasini bir joyda 5 million so'm ber deyapti. Bobomiz 4 million 500 beraman deyapti. Urg'ochimi, qo'chqormi? Urg'och, ha?
Urg'ochi qo'zir mana do'stlar. 5 million so'm baho qo'yilyapti. 5 million so'm olyapti. Boğamiz 4,5 million so'm so'rayapti. Assalomu alaykum. Echkilar nech bo'lib qoldi? Aka? 1,5 echki. Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz. Bunisichi? 18. Bu ham bo'g'oz, qisirmi? Ikkalasi ham bo'g'oz echkilar. Do'stlar. Aka bu necha oylik bo'g'oz? Qancha bo'ldi qochgan? Bilasizmi? 3 oydan oshgan. Telefon raqam qoldiramizmi? Shart emas. Aka nech bo'lib qoldi? Assalomu alaykum. Nech bo'lib qoldi aka? Takami? 1 million so'm savdosi. Nech pul bo'lsa oldingiz? Ko'ngil nech pul aka? 1 million 200. Gap yo'q. Nech pul? Assalomu alaykum. 18. Nech pul deydi? Aka nech pul savdosi bo'lyapti ularni? 18 deyapti aka buni. Aka ikkalasi ham. 18 dan aytilyapti. Savdosi qanchadan bo'lyapti? Savdosi aka har xil. Nech pul aka masalan? 13 14. 1 million 300, 1 million 400 dan so'rayapti do'stlar mana. 18 dan ma'qul qo'yapti mana akamiz. Aka nech bo'lib qoldi bular? Sotildi. Nech pulga olindi? Aka nech pulga olindi bular? 650 dan. 650 dan. Urg'ochimi? Urg'ochi ham bor takasi. Aralash. 650 dan mana shu bog'lar olindi do'stlar. Nech puldan aka savdosi? 17 bo'ldi. 1 million 700, 1 million 800, 1 million 50 bo'ldi. 1 million 50. Hammasi urg'ochi. Urg'ochi semiz yem. Bo'g'ozmi yo go'shka? Go'shka. Go'shka. 1 million 800, 1 million 700 do'stlar. 1 million 50 savdosi bor. Aka nech puldan bo'lyapti bular? Arzon aka bizni bozor. 15. 1,5. Taka urg'ochi? Taka 1,5 million so'm savdosi. 1 million 600 bo'lyapti mana shu echki. Bo'g'oz 15 kunda tug'adi. Nech pul? 17 bo'lsa beramiz. 17 bo'lsa beraman deyapti. 1 million 600 savdosi bo'layotgan ekan. Ko'ring olar. Taka. Nech pul savdosi bo'lyapti aka? 26 so'rayapti. 2 million 600 so'rayapti. Olaman. Nech pul bo'lsa olyapsiz ko'ngil? 2 million 900 bo'lsa olyapsiz do'stlar. Ko'ryapsiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Nech pul bo'lyapti aka qo'chqorlar? 4 million 200 dan aytilyapti. Savdosi qanchadan bo'lyapti? 3 million 600 dan bo'lyapti. Qo'zi qo'chqorlar ha? Qo'zi qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Nech puldan bo'lyapti bular? Molni olinyapti. Aytavering narxini, bemalol, bexijolat. Ha? Savdosini aytaymi? Ayting savdosini. 6,5 dan. Qarang bu qo'zili qo'ymi, yakkami? Qo'zili qo'y, bolasi qaysi? Kelvering. Bolasi. Shu yana bola. Yana bor. Takami bu? Echkimi? Urg'och. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? Voy. Akamiz. Aka nech puldan bo'lyapti bular? 4,5. Urg'och qo'chqor? Qo'chqor 4,5 million so'm bo'lyapti. Qo'zi qo'chqor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qo'zi qo'chqor. Aka bunisi kichkinasi. 3 million so'm. Bu ham qo'chqor. Bu ham qo'chqor. Echkichi? Qancha? 1,5. Savdangiz bersin. Musulmonjon Ibragimov. Musulmonjon Ibragimov Instagramda, YouTube'da Surxon savdo. Obuna qo'ying. Assalomu alaykum. Hormangizlar. Nech pul so'rayapsiz aka? 2 so'rayapti. 4 million 200. Qo'chqor. Qo'chqor. Aka qo'zi qo'chqormi, shishakmi, nima? Shishak. Shishak, mana. 4 million 200 so'rayapti. Orada qancha qolyapti? Nech pul qolyapti? Qancha bo'lsa olyapti? 400 ming pul qolyapti. Nech pul? 4 million 200 danmi? Mana do'stlar 4 million 200 ga berilmadi. 4 million 600 bo'lsa olyapti. Mana shu qo'chqor, shishak qo'chqor ekan. Yer nech pul savdosi bo'lyapti uni? Savdo qancha bo'lyapti? Nech pul so'rayapti? 5 million so'm. Qo'chqormi? Bo'g'oz. Qisir do'stlar 5 million so'm savdosi bo'lyapti go'shka. Aka, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti aka buni savdosi? 4,5 aytilyapti. Savdosichi?
Ha? 3 milyon 600. Qo'chqormi? Qo'chqor ekan do'stlar mana. 3 milyon 600 savdosi bo'lyapti, 4 million aytilyapti. Aka nechi pul savdosi bo'lyapti uni? 5 million so'm Qo'chqor. Shishak chori? Ha? Shishak mana. 5 million so'm savdosi bo'lyapti. Shishak do'stlar, Qo'chqor. Qaysi baraka bo'ldi aka? Nech pulga? 28,5 dan to'g'ri kelyapti. 28,5 dan do'stlar ikkalasi bir joyda baraka bo'libdi mana. 2 million 850 dan. Ko'rib turganingizdek. 29 biro 28 dan. Ha, 20 shunday 29 28 savdosi baraka bo'ldi mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin.